Salom hammaga. Kanalimiz obunachilariga alangali salom. Mana bugun sizlar bilan biz Dream League o'yinini o'ynaymiz. Hozir boshidan boshlaymiz. Men bir o'ynab qo'ygandim. Okey, men ketdik. Football as we know it has changed. Domestic leagues are gone, and now the top teams from around the world compete over 6 divisions in the global dream. Nimadirlar deyapti. Inglizcha bilaganlar tarjima qila olaversin. Men bilmayman lekin. From managers, players and fans. And while opinions differ and the debate rages on, Bele boshlay. Mana futbolchilar chiqib keldi. there's huge potential. Aubameyang, Alisson, Lemar, Mendy, qaysi bir Aubameyang tanlaymiz albatta. Scouts have compiled a short Aubameyang. list of players. Bizga tekin futbolchi berdi Aubameyangni. Aubameyang tekinga o'tdi bizga. Yaxshi. Ovozga e'tibor bermaysizlar. Tomoq bo'g'ilib qolgan. Plan berdi bizga. Endi bu Dream League o'yinida agar o'ynaganlar bilishsa kerak, Germaniya jamoalari yo'q. Ya'ni Borussia Dortmund, Bavariya, yana Bayer bu jamoalar yo'q, Germaniya jamoasi yo'q, Ispaniya, Angliya, Italiya bor. Fransiya ham bor, adashmasam. Shu Germaniya yo'q. O'zimiz jamoa nomini o'zgartiramiz. Germaniyadagi bironta jamoa nomiga. Germaniyadagi eng mashhur jamoa Bavariya hozirda emas, har doim Bavariya bo'lgan, biz ham Bavariya qila olamiz. Boshladik bo'lmasam name'ga kirib. Opa. Fetke Bayern Munchen Bayern Munchen Bayern Munchen bildi. Baybilatda endi. Baybil abonisi. Bil tamam, logotipi dumaloq Bavariyaniki. Agar shu o'yin kerak bo'lsa, Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Men Bayern Munchen faqat o'rtasi uncha o'xshamaydi. U ma'qulimda emas. Hop, taxlaymiz endi bir balo qilib. Ranglarini taxlay olamiz. Okey, mana bo'ldi. Chetini ham o'zi aslida qizil qilish kerak. O'zi buni ziplari bor, o'shandan tashlab logotipini original qilib olishim mumkin. Lekin pulni ko'paytirmaymiz, chunki qiziq qolmaydi o'yinni. Opa, xullas mana sal pul o'zim o'xshadi degan umiddaman, chunki boshqa logotiplar bu darajada o'xshamay, ishonmasangiz ko'rishingiz mumkin. Yo'q, umuman o'xshamay, o'sha normalisi. Opa, mana. Endi formasiga keladigan bo'lsak, formasi qizil. Bu ham o'zi qizil birinchi formasi. Formalarni nima deydi? Mana ko'rinishini o'zgartira olmaymiz, chunki bizda pul yo'q hozir. 1000 tanga pul bor, lekin unda o'zgartira olmaymiz. Sababi stadionni qurish kerak avval. Mana bu stadionni qurish kerak va bu stadion qurish uchun ko'p pul ketadi.
Nomini o'zgartirib qo'yamiz. Bavariya stadioni nomi Allianz Arena edi adashmasam. Allianz Arena. Manimcha to'g'ri bo'ldi. To'ppa to'g'ri bo'ldi. Stadion nomi taq mana. Endi birinchi o'yinimizni boshlaymiz albatta. Yo'q, to'xtanglar. Bu stadion manbirlarini ham taxlab qo'yaylik. Keyin taxlaymizmi? Okey, mana shuni taxlab qo'yaylik. Odam bashara bo'lib tursin sal-pal. Mana normallar. Hozirga bular. Boshqasiga pulimiz yetmay. O'yinni boshlaylik endi. Mana ketdik. Aubameyang Bavariyaga tekinga o'tdi, ko'ryapsizlar. Formalarni taxlab olaman keyingi o'yinlarda, keyingi videolarda. O'zi bu o'yinda Barcelona, Real, Manchester United, City, Liverpool jamoalari bor. Kamroq gapir. Logotiplari o'xshamaydi ularni ham. Logotiplarga pul bermaganmi, shu avtorskiy hisoblanadi-ku, agar bularda ham bor. Agar so'ramasdan biron shaxsiy narsasidan foydalansa, Aubameyang to'p bilan gol. Bavariya yanchib tashlaydi, chunki bu jamoa emas. Hali yuqoriga ko'tarilavergan sari jamoalar qiyinlashib ketaveradi, o'yin kuchayib ketaveradi va mag'lubiyatga ham uchraymiz albatta. Bir balolarni o'rgatyapti bizlarga aql to'y, lekin men bu o'ynaganman, shart emas. O'sha gap ovozga e'tibor bermaysizlar. Aubameyang Bavariyaga tekinga o'tib yo'raveradi. Nima Lewandowski yo boshqa jamoalar boshqa o'yinchilar yo'q desanglar, birinchidan u o'yinchilarni bermay, qaysi o'yinchini bersa o'shani olamiz. Keyin bunda Germaniya chempionati yo'q. Ya'ni Germaniya chempionatining futbolchilari yo'q, klublari yo'q. Shuning uchun o'zimiz top futbolchilar sotib olamiz. Jamoa nomi Bavariya bo'lib qoladi. Chunki Bavariya jamoasi ham yo'q o'zi aslida. Shuning uchun biz Bavariyani tanlab oldik. Bavariyani bilish kerak o'zi top klublar ichida. Tep buni. Boshida akademiya divizion bu. Offside bo'lganmi? Offside yo'q. Akademiya divizion hali ko'tarilaveramiz sizlar bilan birga albatta. Hamma videoni qo'yaman. YouTube'ga joylanadi. Gollarni TikTok, Instagramlarga ham joylayman. Gollar videolarini. TikTok, Instagramga qisqa videolar bo'ladi-ku. 10 minut, 15 minut bo'lmaydi-ku. O'shalarni ham joylashga harakat qilaman, lekin xullas Aubameyang Bavariyaga tekinga o'tdi. Videoni nomi ham taq. Vera degan futbolchi zarba berdi, o'xshamay qoldi. Bizlar mehmonda o'ynayapmiz. Birinchi bo'lim yakunlanmoqda. 2-0-2 g'alaba qozonyapmiz. Har kuni video chiqadi, faqat futbol emas, Outlast, horror, xullas qo'rqinchli ujus o'yinlar. Keyin yana qaysi edi? Gita ham chiqadi. Aubameyangdan hat-trick. Bavariyadagi birinchi o'yini. To'g'ri-da, o'yinda Bavariyada o'ynayapti. Biz Bavariya deb nom qo'ydik.
Bavariyadagi birinchi o'yini 1 daqiqa qo'shib berdi. Murabbiyni ko'rdingiz, boshini ushlab yerga yotib qoldi. Yig'lab. Striker's ball. Great chance here. Here's the shot. Great goal. Birinchi bo'lim 0-4. Already be pleased with his efforts for the goal. Let's hope for more of the same. It's just one after the other. For this team, the manager will be ecstatic. Aubameyang o'ynayversin. Free kick off for the second half. O'ynayversin. And it's opened up here. Needed a bit more composure to get that shot on target. Let's see that one again. They keep hammering the opposition in search of more goals. Keeper sends it long. Necha o'yladi bo'ylaysizlar, taxminan yozinglarchi. Shu 7-0 bo'lsa kerak menimcha. Bavariya birinchi o'yinda 7-0 hisobda g'alaba qozonadi. It's with the striker. Aubameyang ketmoqda, zarba yo'l. World-class finish. Ko'ramiz. Here's a replay of that great goal. Balki undan ham ko'p yo'llar qo'yarman. Zamin aqlli. Men bu fair bir balo jamoasi mayli. Kept his flag down. He's Zaminasi qo'yda berarmikan degan gap bor. Mana 6-0 bitta yo'l qoldi. 0-6. Akalar, ovozga e'tibor bermanglar. Aytaman, tomoq bo'g'ilib yotibdi. Ammo video kачествоsi zo'r qilib chiqarib beraman men sizlarga. Nega endi Android deyotgan bo'lsanglar, hozircha komp yo'q. Yana o'zgarish qilib, biz ham o'zgarish qilib qo'yaylik. Ular o'zgarish yondirib yotishibdi-yu. Men Vera boya 1-2 marta qiyshiq debdi, shu Verani almashtiramiz. Opa, ana. Yana yarim himoyachilar charchab qolmaylik, keyin almashtiramiz ularni. Mana Verada to'p. Yaxshi. Lekin bu bacha zamina bo'lib bo'ldi. Qaytarib qo'yishi mumkin, lekin charcha, bitta yo'l ham yetadi bunga. Mana ketdi. Opa. O'zi ham bitta o'yinchi almashtirib qo'yaylik, bu charchaganlardan. Yarim himoyada mana shu ikkalasi almashadi. Ketdik. 8-yo'l mani nima deydi? Taxminim bo'lmadi. Men undan-da ko'p yo'l urishga qodir ekanman, to'g'ri. Opa, men zaminadan kirgan bachaga to'p borman, afsuski. Aubameyang Bavariya tekinga o'tdi, ko'rgan bo'lsanglar. Boshida berdi bizlarga tekinga. Va biz Aubameyang bilan yondirib yotibmiz. 0-9. Golchan qaytadan ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, tamom. O'zgarish boyaki yarim himoyachi chiqib ketmoqda, 4-raqam egasi. Ularda ham o'zgarish. Yana o'zgarish qilib qo'yaylik endi. Xullas, Darvozabon o'zgartiramiz. Darvozabon o'zgargan ko'rgansizlar, biron marta. Majburiy deb qo'ymasa, uncha o'zgarmay. Biz lekin o'zgartiramiz. Bizga farqi yo'q. Opa, o'yinni olib qo'yaylik, chiroyli ko'rinsin shu. Biz darvozabonimiz chiqib ketyapti. U o'rniga boshqa askarda. Aubameyang burchak zarbasi tepayapti. Buni to'g'rilab qo'yish kerak. Xo'p, to'g'rilab qo'yamiz. Murray. 3 daqiqa qo'yishib berdi. 3 daqiqa ham 3 sekund o'tib ketadi, o'z ko'rasizlar. Tepdi be, yaramas be, nosh ablah. Ketdik. O'yinni olib qo'yamiz. O'yinni mana birinchi o'yinda yanchib tashladik raqibda. Aubameyang 9 ta gol urdi.
Bizlarga tekinga o'tgan Aubameyang, Bavariyaga tekinga o'tgan Aubameyang 9 ta gol urdi. Opa. Menimcha bu vaqt ham yetmay, hech narsa yetmay. Endi g'alaba, birinchi g'alaba. Nima Bavariyaniki o'q desanglar, mehmonda o'ynayapti. Bavariya mehmon formasi rangi bilmayman. Formani taxlaymiz hali, unga ham pul kerak. Pullarni ko'paytirib olsak, men pul berib boshlab bizga g'alabamiz uchun. Bu pul men ko'rishingiz mumkin. Men bu yerdan men Chelsea, Oliver Giroud logotipi e'tibor bersanglar, ayla Chelseaga o'xshamaydi. Uncha. Men PSG o'xshamaydi logotipi. Men Juventus o'xshamay logotipi ayla. Aleksandro. Lekin qo'l qo'yish kerak, futbolchilarni o'xshayotgan qilib taxlagan bular. Shunisiga bravo lekin. Shuning uchun ham shu o'yin juda ham yoqadi. Bu qaysi Ronaldo ekan? Bu menimcha boshqa Ronaldo bo'lsa kerak. Ronaldo haqiqiysini sizlar ko'rsam albatta mana Ronaldo. Mana birinchi turibdi. Pulimiz yetmaydi. Ochilmagan ham biza o'tmaydi, o'tishga qarshi. Messi ham bor xohlasanglar. Mana Messi birinchida turibdi u ham. Mana bu futbolchilar olsa bo'lar, lekin puli mana 2000 tanga bo'lib turibdi. Bizlarda uncha yo'q, bizda atiga 101 tanga. Bu yerdan hujumchilar unchalikcha. Mana Jeki ochildi, Martinez, Napolidagi Martinez. Va mana bu o'rtadagi futbolchi ochildi, lekin bularga ham pulimiz yetmaydi. Shunchaki ochildi bizlarga, ochib berdi. Birinchi g'alabaga erishdik xullas. Aubameyang biz birinchi o'yindamiz, albatta 10 ta gol urdik. 10 ta Karl bitta o'yinda 10 ta gol. Bir o'yin, bir g'alaba, 10 ta gol. Bu faqat Bavariya qo'lidan keladi desam. Endi bu jamoalar kuchsiz albatta. Hali kuchli jamoalar keladi. Men boya aytganimdek Juventus, Chelsea, Real, Barcelona kabi jamoalar keladi hali bu yerga. Bu yerga emas, biza boramiz, to'g'ri yuqori divizionga chiqaveramiz va ular uchraydi eng yuqori divizionda. Bu hali akademiya divizion, ungacha hali 4 ta divizion bor. Yana bir o'yin o'ynaymizmi? Shu jamoaga qarshi. Bizda jarohat topdi. Bunda futbolchilar jarohat ham bo'ladi. Mana bu futbolchi jarohat topdi. Juda ham zo'r ishlangan o'yin. O'zgartiramiz. Okey, ketdik, yana bir o'yin o'ynaymiz. Agar bu o'yin kerak bo'lsa, Telegram kanalda bor. 4-3-3 klassik taktika. 4-3-3 klassik taktika o'zi aslida. Hoppa. Qolgan Aubameyangda turaversin. Ketdik yana bir. Borussia Dortmund formasi uncha o'xshamaydi, sal-pal. Mana shu formada o'ynay qolsin ular. Bizning stadion yarim taq, hali qurilish ketyapti. Boshladi ular. Hali o'rlarni ham taqmaymiz. Aubameyangni sotib puliga qursak ham bo'ladi lekin o'shanda ham hamma joy qurilmaymiz. Stadionni qurish majburiy. Stadion qurmasangiz bo'lmaydi bu o'yinda. Agar sizlar ham o'ynayotgan bo'lsanglar. Chunki keyingi divizionga o'tish uchun muxlislar sig'imiga mos stadion kerak. Muxlislar sig'imi oshib boraveradi va shunga mos stadion qurmasanglar, 1000 chempionatda g'olib bo'lsanglar ham keyingi divizionga o'tkazmaydi. Ya'ni yuqori ligalarga. Elita deydi-ku, elita. Endi bilsanglar kerak, o'zlaringiz tushunib. Aubameyang tepmayapti burchakda. Shu sababdan Aubameyang hozir gol urishga ozgina qoldi. Birinchi o'yinda ko'rdingiz, Aubameyang o'shirib berdi.
umuman gol ura olmadi. Hech kim gol ura olmadi to'g'ri. Endi biz uchun bular jamoa emas, shuning uchun yanchib, ezib ketaveramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu o'yinda nechta gol uraman taxminingizni yozib qoldiring. Urar ekanman. Kommentariy. Taxminingizni yozib qoldirmang, chunki ko'rishingiz mumkin. Ichingizda taxmin qilib ko'ringchi. Ko'rib keyin ko'rib o'ldik-ku desangizlar uning qizig'i yo'q. Ichingizda taxmin qilib ko'ringchi. Nechta gol uriladi? Manimcha taxmin qilib bergan bo'lsangiz ham kerak. Bunda ham shu 8-9 tala gol ursam kerak menimcha. Endi o'nta bo'lamni yo'q bilmayman, chunki 10-gol qiyin bo'ldi. Vaqt yetmay qolish mumkin edi. Lekin amalladik. Bunisida bilmadim lekin. Can he finish it? He's disappointed with that effort. Let's see that one again. Forward from the keeper. Noaniq zarbalar ko'payib ketdi. Birinchi bo'lim ham yakunlanib qoldi o'zi. Tez tugab qoldi. Men nazdimda yoki o'yin shu darajada qiziq bo'ldimi, bilmadim endi. O'zgarish qilamiz. Mana bu futbolchi menga yoqmayapti. Vera har doim menga yoqmagan. Nimadir. Birinchi o'yinda ham Vera yoqmadi. Boshladikchi. Endi Aubameyangni oldida Vera degan futbolchi o'z ochiq tanimayman ham. Hech kim emasda. 3-0. 3-0 yirik g'alaba bermay qoldi Bavariya uchun. Bavariya muxlisimisiz deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q. Bavariya muxlisi emasman. Shunchaki bu o'yinda Germaniya jamoalari yo'q. Bavariya, Borussia Dortmund. Endi Borussia Dortmundga qaraganda Bavariya ancha kuchli, shuning uchun Bavariyani tanladim. Men muxlislik qiladigan jamoa esa bu yerda bor. O'zi. Shuning uchun qaysi chempionat tanlagan aytmayman. Osongina top qo'yishlari mumkin. Men muxlislik qiladigan jamoa xullas bu o'yinda bor, shuning uchun uni olmadim. Hali o'zim muxlislik qiladigan jamoaga qarshi ham o'ynab qolishimiz mumkin. Himoyachilarni almashtiraylik, a? Ular o'ynasin tushib, zaxiraga o'tiraveramiz. Nima bu oson, una deyotgan bo'lsanglar, videolar chiqadi har bitta o'yinni va ko'rasizlar o'zi aslida qay darajada qiyinligini. Ko'rasizlar o'zi aslida qay darajada qiyinligini. Hozir oson, lekin keyinchalik yengib bo'lmay qoladi hech qaysi jamoani. Kuchsiz jamoalarni ham yutolmay qolasizlar hattoki. Ko'pchilik zeb tashlab, kuchini ko'paytirib olaman, yo'qmi? Chunki faqat yutasizlar. Umuman o'yinni qiziq qolmagan keyin. O'zgarishlar bo'ldi. Bizning nechinchi o'zgarishimiz edi? Mana bu va bu o'zgaribdi. Ey. Endi yana bitta Aubameyang zaminaga olamizmi? Olaveramiz, charchab qolib, o'z kuchi ham kam qolgan, aylar. Himoyachilarda esa kuch ko'p. Bular harakat ham qilmadi chunki. Aubameyang zaminaga yo'q, hali olingan yo'q. Endi chiqib ketadi o'yinda to'xtalish bo'lsa. Mana o'yinda to'xtalish bo'ldi va Aubameyang chiqib ketdi. Oppa. Yaxshi.
Heading back in. He goes for goal. Yaxshi, zarba ajoyib chiqdi. I'm looking forward to Devamcha seeing that. 8-0, 9-0 men taxminim o'xshaman. Agar sizlar o'sha vaqt taxmin qilib ko'rgan bo'lsanglar, balki to'g'ri chiqqandir. 6 yoki 7 degan bo'lsanglar, balki hozir 7-golni urib qolarman. And it's with the 8 da ham urib qo'yishim mumkin agar imkon bo'lib qolsa. That's a crack. Lekin bu zarbalar bilan Aubameyangni zaminaga oldik. Endi menimcha qiyin. They're winning. Noaniq zarba qaytib yurishdi. Bizga umuman hojati ham, keragi ham yo'q. Good interception. Striker's ball. Played in field. Is this the moment? Yaxshi, gol. Gol, 7-golni urdik. Taxmin qilganlar bo'lmadi. Many more to come. Let's see that again. 7-golni urdik. 3 minutes of stoppage time. Yammita gol ura olamizmi? Yammita gol ursak, men taxminim bilan 8-9 ta degandim. It's with the striker. Vaqt yetarmikan? Shunisi bu. Found an opening. Shoots. Ketdi. Messing about. Yetdi. Hisob yirik bo'ldi bu safar ham. Take another look at that. Bunisi yetmasa kerak. Aytdimki. Tantalizing football on display and a comfortable win. Bavariya ikkinchi o'yinda ham chempion bo'lman, lekin titib tashladi yo'lamiz. Aubameyang 4 ta gol urdi, har doimgidek. O'yin qahramoni Aubameyang pul berdi. Bu safar kam pul berdi. O'zi shu pulni ham kamayib borgan sari. Mayli, chidaymiz endi. Men bu yerda nimadir kelibdi. Gollarni xalq bo'ldingiz deyapti bizga. Rahmat. Transferlar o'zgaradi har o'yindan keyin. Qaysi futbolchilarni sotib olishingiz mumkin, ya'ni. Tottenhamdan Sanchez. Tottenham logotipi emas, logotiplar o'xshamaydi. Bunisi problema emas. Bu logotip nima aloqasi bor? O'yin chotki, o'yinni ko'rdingiz, chotki ishlangan. Futbolchilar ham hatto o'xshaydi. Futbolchilar o'xshashi juda ham muhim. Masalan, mana Aubameyang o'zidan ham ko'rib olishingiz mumkin. Yorishgan o'yinni. Mana kubik o'yinini o'tkazar ekanmiz endi. Mana kubik Global Challenge Cup. Ikkita liga, ikkita kubik bilaman. Kubik. Hali mana bu kubik ham ochiladi. Yuqori divizionga chiqsak, elita divizionga chiqsak. Hali o'ynayveramiz. Bu kubikda o'ynasak, kubikda yuqoridagi jamoalar ham tushib qolishi mumkin bizlarga yetaversak. Mana o'zi bu yerda bor. Mana Sheffield United aylab birinchida turibdi, birinchida. Groningen yonida Sheffield United. Real Valladolid Ispaniya jamoasi. Kubikda tushib qolishi mumkin. Eng bular kuchli emas, lekin yutaversak tushib qoladi albatta. Yuqoridagi jamoalar mana Getafe birinchida turibdi. Qarang, Getafe birinchida turibdi. Getafe eng taniganlar bo'lsa kerak, mashhur jamoalardan biri. Inja mashhur emas, lekin endi taniganlar bor albatta. Ko'p jamoani taniyman men, futbol qiziqqanligim uchun. Angliya, Ispaniya. Mana Genoa ham bor mana. Birinchiga qo'yib qo'ydim, hali birinchida turibdi Genoa. Genoa menimcha bu yuqori divizionda, bundan bitta yuqori. Biz hozir akademiya eng oxirgi diviziondamiz, sekin asta divizionlarni yuqorilashtirib boraveramiz. Bo'ldi shular. Ikkita o'yin o'tkazdik. Umumiy gollarimizda 18 ta gol urib bo'ldik o'zi. Hammaga rahmat. Bizni o'yinimizda keyingi videolarimizda to'g'rirog'i kutib qolishingizni so'raymiz. Buguncha esa hammaga rahmat.